Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qadrli obunachilar. YouTube ishqibozlari, chorva qo'y va mana bunday bo'g'oz sog'liq ishqibozlari. Qadrli obunachilar, bugungi videomizda sizlarga chiroyli obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib akalar, videoni boshida kanalimizda mehmonlar akalar bittadan obuna tugmachasini bosib qo'yib, like ni bosib qo'ysalaring, xudo xolosa chiroyli obzor qilib beramiz akalar. Xo'p, birinchi partiyamizga bo'g'oz sog'liq so'ragan akalarimizga 6 dona. Xo'p, akalar videoni oxirigacha kuzatib tursalaring, biz chiroyli qilib ma'lumotni beraveramiz. Xo'p, birinchi partiyamizga akalar 6 dona bo'g'ozdan. Xo'p, akalar, keyin buni men sizlarga 100% bo'g'oz deb ham garantiya bera olmayman. Mana, buni oldinroq qochganlari akalar qorin tashlab, yerini tashlayotibdi. Mana yondagi, mana sarig'am akalar. O'z yillar ko'rinyapti 2-3 tasini akalar. Chunki bularga qo'chqar qo'shilganiga akalar 1,5 oy bo'ldi. Endi buni qaysingiz qochgan, qaysingiz qochmagan, xudo xolos hammasi bo'g'oz deb beradigan aka u yoqdan. Bo'g'oz deb bergan, biz ham kelganda qo'chqar qo'shib qo'yganmiz. Qochganlari ham bo'ldi akalar. Hop, endi hozir 1,5 oydan burun oz-ozdan yemini berib, chiroyli qilib boqib turganmiz. Xudo xolos bu yoq tavakkal, qo'chqar bo'lsa qo'shib ko'rasizlar akalar. Xo'p, yoshiga keladigan bo'lsak, yoshi akalar 5 tasi 6 tishan akalar. Bittasi 2 tish mana shu. Mana shu qora qo'yimiz akalar 2 tish qo'y. Birinchi qoringa tug'adi xolos. Qo'ylarimizni bo'yi akalar, mana sariqtik akalar 90 chiqarsa kerak. Qo'ylar o'ta novutcha qo'yash qo'y akalar. 85 kalovrasizlar. 85 kalovrasizlar bo'ylarini akalar 1-2 sm plus minuslari bor. Siz o'shani hisob qilib, lekin 80 dan kam emas qo'ylar. Hammasi yirik qo'ylar. Yebishlardan kamchiligi yo'q. Chiroyli qilib akalar oz-ozdan yemini berib tursalaring, sog'osdan o'zgaradigan narsalar. Pulingizga pul qo'shadi. Xo'p, bularda akalar narxi keladigan bo'lsak, narxi 6 tasini bir joyga olaman deganga akalar 5 million 600 ming so'mdan. Dastlabkasi ichida Toshkentgacha dastlabkasini qilib beramiz akalar. Xudo xolosa bo'g'ozda olavering, bo'g'oz qilib tug'ib beradi xudo xolosa akalar. Chunki qo'chqor ham yurgan ichida uyaltirmaydi. Qo'chqor bo'lsa qo'shib qo'yaverasizlar. Jonivorlar, qorinni qarang akalar, mana shu qo'ydi. O'ta yirik qo'ylar. Bo'yin 85 kalovrasizlar akalar. 1-2 sm plus minuslari bor. Yana qaytarib aytib qo'yaman akalar, endi bilmagan, eshitmaganlar uchun. Xo'p. 5 million 600 ming so'mdan bo'lsa, bir joyga dastlabki qilib beraveramiz akalar, bo'ladigan joyi. Ozgina sunnatiga o'tib beramiz akalar. Allohga chiqarasizlar akalar. Biz ikkinchi partiyamizga o'tamiz. Ikkinchi partiyamizga ham 2 tishlardan bor, yoshlardan bor akalar. To'g'li qo'zlarimiz bor. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, chiroyli qilib hammasini obzor qilib beramiz. Xo'p, akalar, bu partiyamizga ham shu bo'g'oz variantidan akalar. O'sha birinchi partiyamizning sheriklari, lekin sal pul yengilroq akalar bular. Jonivorlar qaranglar, uzunligini. Mana o'si 6 tish akalar. Mana ikkilasi 2 tish 4 tish qo'ylar akalar. 2 tish 4 tish 6 tish. Jonivorlar orqa taraflari ham o'ta kelishgan narsalar, chiroyli. Jonivorlar. Oyoq qo'li uzun variantidan so'ragan akalarimiz yo'q. Videoda qanaqa ko'ryapti bilmadim, lekin akalar puliga arz uradigan narsalar. Bo'ylari 80 kalovrasizlar bo'ladi. Jonivorlar. Mana akalar. Xo'p, bu qo'ylarimiz akalar yeb ichidan kamchiligi yo'q. Hammasi bir joyda turgan narsalar. Akalar, kim shunaqasidan qidirib turgan bo'lsa, ekranda nomerlarga Allohga chiqarasizlar. Qo'ylarni ko'ryapsizlar, toza hisori qo'ylar. Unaqa bir qari junda ichida emas, ko'zga ko'rinib turgan narsalar akalar. Xo'p, narxi akalar 5 million 200 ming so'mdan bular akalar. 5 million 200 dan bo'lsa, dastlabki qilib chiqarib beramiz. Keyingi partiyamizga to'g'li qo'zlari bor akalar, ularni ko'rsatamiz. Xo'p, obunachilar, bu partiyamizga 5 dona o'sha to'g'lik bir xil variantida. Jonivorlarga qaranglar, polvon akalar. 50 baquvvat, oyoq qo'li uzun. 50 uzun akalar. Mana qo'y uzunligini qarang. Bitta boshqacha narsalar. Hammasi bir qo'ra, bir joyda yurgan narsalar. Bir en akalar, dumbalar tikka yorma dumbadan. Yoshlari bir 7-6 oylik bo'lsa kerak akalar. 6 oylikda 6 oylik plus minus. Men ham aniq bilmayman, taxminan. Jonivorlar o'ta chiroyli narsalar.
bir chekkadan ko'rsatib o'taman. Yosh narsalar uzoq vaqt aytilib yuraman. Birinchi bolasini o'zim olaman degan akalarimizga. Bu bitta Tian Shan liniyasidan ham bor akalar. Qo'yda qarang. Jonivorlar bo'ladigan narsalar. Puliga arziydigan. Qo'ylari 75 plus minus akalar. 75 ga olasizlar. 1 cm plus minuslari bor. Mana o'sha akalar plus chiqadi. Mana ular akalar 75 chiqishi mumkin. Endi shu 1 cm razliyasan olasizlar. Yosh qo'ylar hammasi to'qlik. Yeb-ichlardan kamchiligi yo'q. Akalar mana qo'ylarimiz holati ideal holatda, chiroyli narsalar, hammasi tikka dumba akalar, yosh qo'zilar. Xo'p, akalar buni narxi akalardan o'sak, videoni qisqa qilib narxi akalardan o'sak, akalar narxi Optimga bir joyga 5 tasini bir joyga olaman desangiz akalar 3 million 600 ming so'mdan chiqarib beraman. Donaga olaman desangiz akalar kelishamiz. 3 million 600 ming so'mdan pluslari bor akalar, lekin minus yo'q, hammasi bir xil qo'yib plus bo'ladi. Dona qilaman desangiz, ikkitasini olsangiz bir akalar 3 million 800 dan chiqarib beraman. Optim esa 3 million 600 dan. Kimga ma'qul kelsa aloqaga chiqaverasizlar akalar, chiroyli qilib yetkazib olib borib beramiz. Hammasi yosh qo'zilar akalar. Biz oxirgi partiyamizga o'tamiz obunachilar. Obunachilar, bu partiyamizga shunaqa rangi tinig'idan ikkita ko'k, bitta sarig'idan so'ragan akalarimizga yetib keldi akalar. Oxirgi partiyamiz bomba bo'ladi akalar, narxi ham, o'zi ham juda va. Qo'llarimda yurishini ham ko'ringlar akalar. Bo'ldi. Ochib turav. Ana akalar, bu sariq uzunligini qaranglar, oyoq qo'lini. Shu 90-95 o'kiradigan narsa jonivor. Uchalasi ham oyoq qo'li uzun qo'ylar. Yoshlari akalar bir 5-6 oylik bo'lsa kerak, endi taxminan ularni ham aniq bilmayman. Bo'ylari akalar 70-75 ga olaverasizlar. Lekin bularda akalar qolgan birinchi va ikkinchi, uchinchi partiyaga qaranglar, pul yengilroq. Yeb-ichlari zo'r hammasini. Hammasi yuvosh narsalar ekan jonivorlar. Bu ko'kni qaranglar akalar, rangini, tiniqligini. Ko'k simjun ekan mana shu akalar. Mana qarang. Uni ko'kam akalar o'z dumbasidan bo'yin tarafdan tilashni boshlab. Ana akalar, qo'ylarni ham uzoqroqdan ko'rsataman. Ideal holatda akalar, holati. Mana jonivor. Mana qaranglar, turishini. Odamdan umuman qo'rqmas ekan. Qonni zo'r chiqdi mana sariqni ham. Xo'p, akalar, bularning narxiga o'tay. Sirazi videoni ko'p cho'zmay, akalar sizlardan ham kutib turmay. Narxi akalar xo'p 3 million 250 ming so'mdan bo'ladigan taqalgan narx akalar. O'shalasini bitta olsangiz 3 million 250 ming so'mdan akalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Optim bo'lsangiz, endi donaga sariq to'zini olaman, narigi ko'k olaman desangiz akalar, endi donaga bo'lsa necha pilusi bor. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Bu oxirgi partiyam. Like-ni bosib, kanalga obuna bo'lib tursalar, akalar, shunaqa arzon yaxshi qo'ylardan chiqarib turamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.